Keyingi burjimiz Chayonlar, ya'ni Chayon burji vakillarini aprel oyida nimalar kutib olyapti deb ko'rib olamiz. Ya'ni Chayonlarimizni aprel oyida nimalar kutib oladi? Chayon burji vakillarini hozirgi energiyalarni ko'rib olamiz. Qanaqa holatda? Chayon burji vakillarimizga pullar kelyapti, bonuslar, sovg'alar kutilmaganda. Surprizlarga tayyor turinglar. Surprizlar kelyapti, kutilmagan sovg'alar, bonuslar. Qani ketdik, aprel oyida Chayonlarni nima kutyapti? Ya'ni ozgina shubhalaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Mart oyida ozgina qo'rquvlaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Ular hammasi ortda qoldi. Siz qandaydir yaxshi kunlar, ya'ni yaxshi sheriklik ishi boshlashingiz mumkin yoki oilada, do'stlar davrasida sevilishingiz, har taraflama sevilishingiz, sheriklik ishi boshlashingiz mumkin. Siz yulduzday porlaysiz aprel oyida Chayon vakillari. Sizda har doim intilish bor, sizda yangilik bor, sizda har doim nima deydi? O'z maqsadingizga erishasiz. Har doim umid bor, siz umidingizni yo'qotmaysiz. Sizda har doim yaxshi bo'lgan, aprel oyida ham sizga do'stlar davrasida, oila davrasida, munosabatda yoki kollektiv bilan har doim o'yin kulgi qilishdi. Ya'ni do'stlar davrasida yaxshi kunlarni va'da qilyapti aprel oyida. Siz aqlli insonsiz, donosiz, har doim yolg'iz qolib ko'p o'ylashi, ya'ni yolg'izlikdan kuch olasiz. Chayon burji vakillari sizlar. Ozgina qo'rquv, shubhalaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin. Mart oyida ikkita karta chiqib ketdi. Bu oyoq qo'lingiz bog'langanday holatda bo'ldingiz mart oyida, lekin hammasi yaxshi sizda, chunki siz har doim intiluvchi, izlanuvchan, qiziquvchan insonsiz. Qiziqasizlar, sizlar hamma narsani qilib ko'rginglar keladi. Umid qilasizlar, har doim umidinglarni so'ndirmaysizlar. Nima deydi? Harakatga tushasizlar, har doim maqsadingizga erishasizlar. Harakatdan to'xtamaysizlar. Pullaringlarni kontrol qilishingiz kerak. Kontrolni yaxshi ko'rasizlar, pulni yaxshi ko'rasizlar. Sizlarda bahor fasli, ya'ni yangilanish, yangi kurtaklar, nimadan keyin, mana qo'rquvlardan keyin sizlarda yangilanish, ya'ni yangi xushxabarlar, yangi takliflar, yangi etapga o'tishingiz, sizda hammasi aprel oyida yaxshi bo'lishi. Ikkilanmang, shubhalanmang, sizda hammasi yaxshi. Sizda mart oyida ozgina pul kelishi sekin bo'lishi mumkin, shundan ozgina xafa bo'lgan bo'lishingiz mumkin, ikkilanganingiz bo'lishi mumkin, lekin aprel oyida bu hammasi o'tib ketar ekan. Ya'ni siz kuchli shaxssiz, kontrolni yaxshi ko'radigan, ezoterik bilimlarga ega shaxssiz, Chayon burji vakillari. Siz kuchli shaxssiz, siz hamma maqsadingizga erisha olasiz. Siz hech qachon qo'rqmang, siz harakat qilishdan to'xtamang. Siz adolatni yaxshi ko'rasiz, ya'ni har doim haqiqat uchun kurashadigan shaxssiz. Siz harakat qilishni yaxshi ko'rasiz, har doim harakat qilasiz. Ya'ni sizda har doim umid bo'lgan. Har doim umidingizni yo'qotmagansiz. Siz kuchli shaxssiz, sizda kuchli bilimlar bor. Siz o'zingizni anglasangiz, sizda har taraflama nima deydi, xohlagan maqsadingizga erisha oladigan kuchli shaxssiz. Ya'ni kontrolni yaxshi ko'rasiz. Siz boshqaruvchisiz, Chayon burji vakillari. Sizda har doim yaxshi, shuning uchun sizda har doim yaxshi, sizda g'alaba siz tarafda. Ya'ni har doim sizda o'ylagan maqsadingizga erisha olgansiz. Harakat qilsangiz bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Siz o'zingizni ishingizni ustasiz. Siz maqsadingizga erisha olasiz. O'tmishga qaramang, o'tmishni ortda qoldiring. O'tmish sizga to'siq bo'lishi mumkin. Hech kim bilan bahslashmaysiz, shundan ham kuchli shaxssiz. Janjallashmang. Ya'ni qo'rquvlaringizni yenging har doim. Sizda qo'rquvlar bo'lishi mumkin, shubhalar bo'lishi mumkin. Shubhalaringiz bekor. Siz kuchli shaxssiz. Ko'ryapsizmi? Shubhalaringiz bekor. Sizga har doim yaratgan egam sizga yordam qo'lini cho'zadi. Yordamchi qo'lini cho'zuvchi insonlar bor. Sizni yaxshi ko'ruvchi insonlar bor degani. Siz har doim intiladigan. Ya'ni sizda nimadir ish boshlamoqchimisiz, demak boshlang. Aprel oyida boshlang. Ikkilanishda turganligingiz, o'sha ishni boshlashga ikkilanayotganingiz, ozgina beparvo bo'lmang, pullaringizni kontrol qiling. Ya'ni sherikli ish boshlamoqchimisiz
yoki nimadir ish boshlamoqchimisiz, boshlang, chunki siz kuchli shaxssiz, Chayon burji vakillari. Ko'ryapsizmi, siz har doim tavakkal qiladigan insonsiz. Siz oqko'ngil, qalbi toza insonsiz. Ya'ni tavakkal qilasiz, lekin tavakkalda siz yutasiz. Ya'ni izlanuvchan insonsizda siz. Har doim izlanasiz, to'xtab qolmaysiz. Siz kuchli shaxssiz. Nima qilish kerak, qilmaslik kerakligini o'zingiz hal qila oladigan shaxssiz siz. O'z fikriga ega shaxssiz. Siz juda kuchli shaxssiz. Chayon burji vakillari. Sizni boyda yangiliklar, yangi xushxabarlar, yangi takliflar, bonuslar, sovg'alar kutyapti. Nima qilmoqchi bo'lsangiz harakat qiling. Aprel oyi siz uchun omadli kelyapti. Ya'ni siz maqsadingizga erisha olasiz. O'ylagan maqsadingizga, chunki siz Chayon burji vakillari juda kuchli shaxssiz. Siz o'zingizni obro' e'tiboringizga ega shaxssiz. Nimaiki o'ylasangiz, maqsad qilsangiz unga erisha olasiz. Chunki sizda shunga yarasha bilimlar bor. Chunki siz izlanuvchan shaxssiz, har doim izlanasiz. Sizga yaratgan egam tarafdan berilgan bu iqtidor. Shuning uchun har doim nimaiki qilmoqchi bo'lsangiz amalga oshadi. Chayon burji vakillari. Hammasi mart oyida qolganligi, sizda g'alabalar, siz kuchli shaxsligingiz, har taraflama sizda aprel oyida yaxshi kunlari va'da qilyapti. Chayon burji vakillari. Omad tilaymiz Chayon burji vakillariga. Chayon burji vakillari kuchli shaxslar hisoblanadi. Omad tilayman. Hamma maqsadlaringizga aprel oyida erishinglarni yoki nimaiki maqsad qo'ygan bo'lsanglar, demak harakat qilinglar. Sizlarda hammasi yaxshi. Rahmat, minnatdorman.